Assalamu alaikum, sabahul khair, good morning. These days I'm learning Arabic language, especially speaking version, and now I'm going to share greeting and daily basic sentence. Okay, begin. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. When you introduce and greeting other strange people, it is very obviously version, and we have got briefly version. Marhaban, ahlan. Hi, hello means, ya'ni qisqa salomlashish turi ham bor. Marhaban, ahlan ikkalasi ham salom degani, farq etmaydi. Va endi hol ahvol so'raymiz. How are you ingliz tilida, arab tilida kayfa haluka. Bu kayfa haluka erkaklar uchun ahvolingiz qanday. Kayfa haluki ayollar uchun, ya'ni muannaslar uchun. Muannas. Arab tilida rud bor, erkaklar uchun alohida, ayollar uchun alohida. Muannas ayollar uchun deyiladi. Ayollar uchun qo'shimchalari hamma narsasi alohida bo'ladi. Kayfa haluki bo'lib ketadi ayollarda. Xo'p, buni javobi qanday bo'ladi? Hamma biladigan versiyasi alhamdulillah, lekin chuqurroq javob bermoqchi bo'lsangiz, ana bixoyr. Lekin ikkalasini ham ishlatsak farq etmaydi. Alhamdulillah, ana bixoyr. Endi qayerdanligini so'raymiz. Ana min anta erkaklar uchun, ana min anti ayollar uchun. Va javobi ana min Uzbekistan. Ana min Uzbekistan. Ana min Uzbekistan, lekin javobi ikkalasida ham o'zgarmaydi. Min ayna anti, ayna anti ayollar uchun, min ayna anta a bo'lib ketsa erkaklar uchun bo'lib ketadi. Xo'p, endi ism so'raymiz. Ma ismuka erkaklar uchun, ma ismuki faqat ohangni sal so'roq shaklda beramiz. Ma ismuki, ismi Ali erkaklarda, ismi Sug'diyona, lekin javobda o'zgarmaydi. Xo'p, endi juda ham qisqa o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa ha va yo'q. Yes, naam shu joyda ozgina tomoq naam ketadi. Yes, ha degani la, lekin qisqa aytiladi. Yo'q javobi la, yo'q. Xo'p, biz rahmatni ham o'rganishimiz kerak. Men bu rahmatni Pokiston va Hindiston versiyasida ham xuddi shuni aytilar ekan. Shukran juda ham ko'p qo'llaniladigan versiya, shukran. Lekin deeply version when you respond deeply version, jazakallohu khayron.